soliq organlari tashrif buyurganda bizda qo'rquv bo'lardi, tekshiruvga keldi degan fikrda bo'lardik. Bu safargi tashrifda aksincha Sergeli tumani soliq organlari tomonidan bizga ko'plab yordamlar ko'rsatildi, ko'plab imtiyozlar bizga tushuntirildi. Bu imtiyozlardan bittasi 25 yoshga to'lmagan ishchilarni ijtimoiy soliqdan ozod qilish imtiyozi borligi tushuntirildi. Biz bilmagandik. Hozirgi paytda bizda 25 yoshga to'lmagan 5 nafar xodimimiz bor. 5 ta xodimimizga qayta hisobot topshirildi va ortiqcha to'langan to'lovlar hammasi qaytarib olindi korxonamiz balansiga. Avvalgi soliq tizimini eslasak, ko'plab hujjatlar rasmiylashtirilardi, qog'ozbozlik, juda ko'p vaqt talab etilardi, qiyinchiliklari bor edi. Hozirgi soliq tizimi raqamlashtirilganligi sababli tadbirkorga vaqt jihatidan har tomonlama qulaylik yaratilgan. Bu narsalar hammasi tadbirkorning foydasiga, faqat tadbirkor to'g'ri ishlasa bo'ldi. Sergeli tumani soliq inspeksiyasi rahbari bilan birgalikda tumandan ro'yxatdan o'tgan ishlab chiqarish korxonalari, ya'ni muammosiga ega bo'lgan korxonalar joyiga chiqib o'rgandik. Maqsadimiz tekshiruvdan servisga o'tish tamoyilini amalda ko'rsatib berish. Korxonalar rahbariyatlari bilan muloqotda bo'ldi. 25 yoshgacha bo'lgan ishchilari bor ekan, bularni qaytadan hisobot topshiradigan bo'lishdi. Bizga tushuncha berib, joyida muammolarni hal etib, amaliy yordam ko'rsatdi. Shuningdek, boshqa hisobchilarga ham hisobotlarning to'g'ri topshirilishi, qonun buzilishini oldini olish masalasida to'g'ri tushunchalar berildi. Muammoli korxonalarning ro'yxatlari shakllantirilib, joyiga chiqqan holda muammolarni o'rganib, amaliy yordam ko'rsatish ishlari davom ettirilmoqda.